Ma'lumki, olov insonlarning hayot faoliyati uchun zarur vositalardan biri hisoblanadi. Lekin olovdan noto'g'ri maqsadda foydalanish, uning nazoratsiz qolishi natijasida yuzaga keladigan yong'inlar asrlar davomida insoniyatni dahshatga solib keldi. Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, o'rta asrlarda o'lkamiz hududida sodir bo'lgan yong'inlar asosan mahalliy aholi tomonidan o'chirilgan bo'lib, xavfni bartaraf etish bir necha muammo va qiyinchiliklarga sabab bo'lgan. Yong'inni bartaraf etuvchi guruhlar umuman mavjud bo'lmagan. Davlat amaldorlari tomonidan esa bu vaziyatga hech qanday e'tibor qaratilmagan. Faqatgina Sohibqiron Amir Temur hukmronlik davriga kelibgina esa yong'indan saqlash tizimiga alohida e'tibor berila boshladi. Amir Temur Movarounnahr hududini yong'indan muhofaza qilishda o'zining ishonchli sarkardalariga yuklagan. Sarkardalarning maxsus buyrug'iga muvofiq mamlakat hududida o't o'chiruvchi o'nliklar tashkil etilgan va kerakli anjomlar bilan ta'minlanib, ularga maosh ham berilgan. O't o'chirish o'nliklari aholi yashash joylari va jang maydonlarida yuzaga kelgan yong'inlarni o'chirib, uni insoniyat va tabiatga zarar yetishiga yo'l qo'ymaslik ishlarida qahramonliklar ko'rsatishgan. Bir so'z bilan aytganda, Amir Temur davlatida barcha sohalar qatori yong'indan saqlash tizimiga ham jiddiy e'tibor berilishi Movarounnahr aholisining farovonligini ta'minlashda muhim omillardan biri bo'lib xizmat qildi. Amir Temur o'zining kuchli siyosati, harbiy mahorati va adolatli boshqaruvi bilan jahon tarixida buyuk arbob sifatida nom qoldirdi. Uning siymosi nafaqat bugun, balki kelajakda ham milliy g'urur va tarixiy saboq manbai bo'lib qolaveradi. Amir Temur o'z sarkardalariga dushman qo'shinlari jang maydonlarida yong'inni o'chirish, halok bo'lgan va yaradorlarni olib chiqish ishlarini bajarayotgan bo'lsa, ularga hujum qilmaslikni qat'iyan tayinlagan. Temurning bu qarori keyinchalik dunyo jang san'atining o'zgarmas qoidasiga aylandi va hozirgi kunda ham xalqaro hujjatlarga muvofiq jang maydonida xizmat vazifasini bajarayotgan yong'in o'chiruvchi va qutqaruvchilarga qarata o'q uzish taqiqlangan. Agar bizning kuch-qudratimizga shubha qilsang, biz qurdirgan imoratlarga boq deya ta'kidlagan Amir Temur, me'moriy obidalarning qurilishida yong'in xavfsizligi talablariga rioya etilishini shaxsan o'zi nazorat qilgan. Bunday me'moriy obidalar qurilishida yuqori sifatli pishiq g'isht, ganj eritmasi tayanch sifatida ishlatilgan. Shu bilan birga turli xil yaxshilab tayyorlangan kukunlar daryo va ko'llar tubidan keltirib solingan. Bu moddalar qiyin yonish xususiyatiga ega bo'lgan. Har bir obidaning oldida yong'inni zudlik bilan o'chirish maqsadida hovuzlar barpo qilingan. Shahar ichkarisidagi ariqlardan esa doimiy suvlar oqib